Salom qizlar. O'ylab qarasam, shu kelinlik vaqtimda ham sizlarga kosmetikalarim hech ham ko'rsatmagan ekanman. Bugun sizlarga shuni obzor qilib bermoqchi. Eng yaxshi ko'rgan, mana shu tenim, shunaqa yaxshi ko'raman shuni, original bu. Вообще men qaranglar. Sursanglar bor. Vashi ketmaydi. Keyin mana buni kichkinasidan ham olganman. Rosa ishlatyapman. Даже ishlatilmaganga o'xshab turibdi. Mana shu highlighterni olgandim. Buni ham ranglari zo'r, mana qaranglar. Вообще asal. Bu highlighterni ham olganman. Shaybatir bu makiyaj qilishdan oldin keyin mana shu 3 ta tonalka qilib. Mana shu 3 ta tonalka yuzimga yarasha tushyapti. Bu ikkalasini aralashtirib suryapman. Keyin hozir yuzim sal quridi. Endi bu ikkalasini aralashtirib suryapman. Shularni screenshot qilib tashlasanglar, AJ Cosmeticda bor. Chunki original bular hammasi. Kislarim sizlarga bir maqtangan, hammasi original kislar. Va shiroza qilib ishlatyapman. Baraka topsin. Normal stilistlar aynan mana shu anaqa foydalanadi kisdan. Bu esa pomadalarim, konturlarim. Eng yaxshi ko'rgan pomadam mana shu. Har xil rangini olib qo'yganman. Chunki labni quritib yubormaydi, zo'r